Mana hurmatli o'quvchilar, 3-savolimizga ham keldik. Tramvayni ko'rsatilgandek old qismidan yo'lni kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Mana buni qilamiz. Mana bu yerda piyodalar o'tyapti. Piyodalar har doim tramvayni old qismidan kesib o'tish kerak. Nega deganda, ikkita tramvay izi bor. Yonma-yon harakatlangan paytida orqasidan o'tadigan bo'lsangiz, orqasidan harakatlangan paytida mana bu tomondan, mana bu tramvayning yonidagi relsdan tramvay kelib qolib, orasida 1 metrlik joy bo'ladi. 1 metrga yetmaydigan joy bo'ladi. O'tishdan tramvayni egasi sizni ko'rmay qolishi mumkin. Ham siz ham tramvayni yaxshi ko'rmay qolishingiz mumkin. Yo'l transport hodisasi yoki ayanch holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun faqat tramvayning old qismidan o'tasiz, yonma-yon joylashgan relslar bir-biriga yaqinligi uchun. Avtobusda esa, avtobus trolleybus esa orqa tomondan o'tasiz. Chunki avtobus trolleybusda chap tomondan kelayotgan haydovchilar, yo'lakay yo'nalishda kelayotgan haydovchilar sizni ko'rmay qolishi mumkin oldindan harakatlangan payt. Sizni turtib yuborishi mumkin piyodalar. Shuning uchun orqa tomondan harakatlanish kerak. Buni esa old tomondan ruxsat beriladi. Mana bu yerda ruxsat beriladi, taxlanadi. Taxlanmay ruxsat beriladi old tomondan. Orqa tomondan harakatlanish taxlanadi. Istalgan tomondan ruxsat beriladi deyapti. Istalgan tomondan ruxsat berilmaydi. Faqat old tomondan deyapti. Istalganda harakat qilsak bo'lmaydi. Bu yerda yuqorida aytganimizdek, xohishiga ko'ra bo'lmaydi.